Kanada'nınki kelgüsi 3 yıllık köşmen qabul qilish siyosadagi planidagi bir qism o'sha sanksiyalarni qarshi o'tirib qo'ydi. Hozir shu Kanada'nınki hukumat to'rbida kirib ishlarni ko'rsatmoqchi. Sonlar qandoq desanglar shu bu yil 2021-yili köşmen qabul qiladigan soni 401 ming. Sırşıvan degan qanchalik bo'ldi? 401 ming. Kelar yil 2022-yili 411 ming, 2023-yili 421 ming. Shu bo'yicha hisoblaganda kelgusi 3 yilning ichida 1 million 300 mingdek odam qabul qiladi degan gap. Hammasi ko'chmanniki gapi. Endi mushu ko'chmanlarniki ichidagi permanent resident bo'ladigan qayliqi shu ko'chmanlarning ichida refugee yo'li orqali ko'chman qabul qiladiganligi soni 108 ming ekan. 108 ming refugee ya'ni panohlanuvchi Kanadaga ko'chman bo'ladi degan gap kelgusi 3 yilning ichida 100 mingdan ortiq. Bu panohlanuvchilarning ichidagi private sponsorship deymiz, shaxslarniki nim qilib aytilgan bir nimiz bor. Jiq programlar bor. Ben ilgari so'zlagan B-War program, ya'ni 5 oila birlashib kepil bo'lib aytilgan, anandan community sponsor deydigan nimalar bor ashlarniki ichidan. Masalan, shaxslarninkilam Kanadaga ko'chman akilishi, masalan, ilgari men Facebook'larda mancha-muncha u yerda bu yerda shu bir narsalarni ham baharlab turdim. Ya'ni Suriyalik refugeelarning o'ziniki tuqqanlarini akilishi degandek, ya'ni 5 oila birlashib refugee qabul qilib shu permanent resident, ya'ni ko'chman bo'ladigan shunday shaxslarniki sponsorligidagi odam soni 67500 ekan. Uyg'urlarniki ichida o'tgan yili va bu yil shu bir yilning ichida meniki anglag'anim bilan faqat Qozog'istondan bir oylikni shu 5 oila birlashib sponsor bo'lib kelganmi yoki ish qilib shaxsiylarniki sponsor qilib kelishi texi Uyg'ur jamiyatiga texi yetib kelgani yo'q. Garchi yangi siyosatlar bor bo'lsa-mu.